Assalomu alaykum, Husanboy kanalining a'zolari, qadrdon patchilar, chorbishki bozlari. Bugun hafta kuniga payshanba 4-iyun. Mashhur akamizdan, Rustamjon akamizdan 28.500.000 so'mga Samarqandga sotildi akalar. Andijondan Samarqandga Qirg'iziston kazarmandi buqalari. Mana 10 donasi 28.500.000 so'mdan. Juda mana to'qonlari ham bor. Mana akalar. Jonivorlarni ko'ringlar. Xotirjam, qora zagonda yurgan buqalarda targ'ilma deyapti akalar. Mana oqquloq, oq tumshu targ'illardan ham bor. Akalar, videoni maksimalli tarqatib, like bosib, obuna bo'lmasdan ko'rakal obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, hammani chorbasiga Xudoyim baraka bersin. Havas qilganlar bittadan like bosib qo'yasizlar. Çok kötü oldu.